propan qo'yib yo'llar diqqatiga. Hozirgi paytga kelib esa ko'pchilik propan surf qilyapti. Oldin propan sal qimmatroq bo'lgan, metan pastroq bo'lgani hisobiga ko'pchilik metan qo'yib yurgan. Hozir metan bilan propanning narxi bir xil bo'lib qoldi. Xo'p, metanda ko'pchilik propanda ko'pchilik yurib, xo'p, siltash, semaforni bo'lganlarda o'chib qolish, mashina yondirgandan keyin propanga o'tishda siltash muammolar ko'pchilik kelyapti. Ko'pchilik o'ylaydiki, metanda hech qanaqa muammo bo'lmasdi. Bunday bo'lmaydi deb o'yladi, lekin bunda 3 ta 4 ta filtrlar bo'ladi, injektor bo'ladi. Injektorni ochib chiqsa qilishni o'zlaringga o'rgatib qo'yaman uy sharoitida. Xo'p, kelinglar bilan sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xuddi shu muammo bilan Cherry Arizo avtomobilni qabul qilganmiz. Okamizdan bo'layotgan muammo res gaz bosganda, xo'p, siltab tashlayotgan ekan. Benzinni unutib gaz yetganda ham o'sha talchov berayotgan ekan. Texotda turganda ham motor vibratsiya bilan ishlayotgan ekan. Tekshirib ko'rganimizda o'sha injektor bo'ladi. 1 2 3 4. Xo'p, 4 tasini sug'urib turib, uyda zubachistgami, xo'p, ingichkaroq sim bo'lsa, o'sha hammasini chiska qilib chiqaradi. Keyin dobalter meter filtri bo'ladi mana. Ochganda ikkita filtr bo'ladi mana. Qonni bitib to'lib, injektorlargacha o'tkazib yuboradi. O'tgandan keyin mashina siltab yaxshi to'qmay qoladi. Sizlar qilsalar baribir o'xshamaydi, o'qizlar o'zimizcha chiqib o'xshatib beramiz. Ko'pchilik haydovchilar bizdan adres so'raydi. Xo'p, to'shna adres O'zbegim to'yxonani, shuning o'ngingizda Avtojam.